Sergeli tumanidan kvartirani uchastkaga almashtiraman deb yaxshi niyat qilib yurganlar uchun bitta zo'r variant chiqyapti. Sergeli tumani Kommentariy mahallasiga yetib kelganmiz. Oldimizda turgan 2 sotuv 4 xonali mashuy sroch narxida sotuvga qo'yilgan. Bu uyimiz uy egalari o'zlari uchun qurib, yashab turishgan joyida srochniy pul zarur bo'lib qolib sotuvga qo'yishgan. Uyimizni batafsil obzorini qilamiz. Xudo xolisa mana shunaqa domornik uchastka olaman deganligi zo'r variant ekan. Olgan odam puliga achinmaydi. Darvozxonamizdan kirganimizda chap qo'limizda hojatxona joylashgan. Remontlarni ko'rasizlar, zo'r holatda. Hojatxona yonida sanuzel xona bo'ladi. Ko'rasizlar, sharoitlari zo'r holatda. Olgan odam baraka topadi. Qo'rqmasdan mana shunaqa arzonroq mana shunaqa 2 sotuvli uy olib bering deganlarga mana shu uyni birlagat qila olaman. Uyimizning mana hovli tarafi naves qilib yopilgan. Hovlilar chiroyli qilib burchatkadan chiqarilgan. Chap qo'limizda oshxona joylashgan. Oshxonaning ichida bemalol oilaviy o'tirib nonushta qilsangiz bo'ladi. Oshxona mebellari hammasi tashlab ketiladi. Hovlimizni ham ko'ryapsizlar, yoz paytlarida bemalol tapchalni qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Joylar yetarli. Mana bu tarafdan zina bo'ylab xonalarga kirib boramiz. Chap qo'limizda o'g'il bolalarga mo'ljallangan chiroyli shinam yotoqxonamiz joylashgan. Mebellari kelishuv asosida qoldiriladi. Yotoqxonamiz yonidan keyingisi qiz bolalarning yotoqxonasi bo'ladi. Uyga o'zi shunday kirganingizda ta'mirlaridan uyi qanaqaligi bilinib turadi. Zina bo'ylab to'g'ri kirar ekanmiz. Bu tarafda mana shunaqa chiroyli ta'mirlangan mehmonxonaga kirishimiz mumkin. Uy o'zi shunday kirganingizda o'zi insonni bag'rida ochilyapti. Mehmonxonada roditelskiy mana ota-onalar spalnisiga kirsak bo'ladi. Mana eshiklari ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi sifatli eshiklar qo'yilgan. Xonadonimizga egalari $90,000 bilan startli narx boshlashdi. Pul zarur bo'lgani uchun yana kelishadigan joylari bor. Sergeli tumani Kommentariyda joylashgan. Xonadon sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlar kelib egalar bilan savdolashib olsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Sergeli taraflardan kvartirani o'rniga uchastka qidirganlarga tarqatib qo'yinglar.